o'quding romanning davomi. 19 bab. Malikam bilan suda yanmayan turib uzish, ko'kda yanmayan turib parvoz qilish men uchun ajoyib huzur edi. Uning yenidan bir daqiqami ayrilg'im kelmaydi. Ammo to'pdagi yosh aqular kapsiz. Sho'q, bangbash edi. Turib-turibla to'pdan ayrilib oladi. Xohlagan tarafga ketib qoladi. Ulardan pat-pat xabar olib turishim, to'pdan ayrilganlarni qaytirib kelishim zarur edi. Chunki to'pdan ayrilganlarni boshqa qushlar bo'zaq qiladi. Cho'qlab yarlandiradi. Hatto ular yirtqichlarga yem bo'lib ketishmi mumkin edi. To'pdan ayrilganlarni qaytirib kelgicha Malikamning taqti taq bo'ladi. Chiroyliq, nozik bo'ynini bo'ynimga chirmab, umoq tumshuqlarini dumbilarimga, qanotlarimning ostiga surkab, seg'inishini ifodalaydi. Biz uchun soatlab ayrilib ketish tasavvurimizga hargiz sig'maydi. Seni suyman jonim. Sen mening hayotimsan Amerikam. Biz mundaq tatliq so'zlarni kuniga necha yuz qatimlab deyishatdik. Qanmay suyishatdik. Suyishganga so'ygu ozlab qolmaydi. Haqiqiy oshiq ma'shuqlarning suyishgan siri suyishkisi kelib turadi. 20 bab. Shanba bozor tavasida nochilik talashib, Abduvoyidxon nochidan tayoq yemagan noch yo'q deyarlik edi. Har qanday yerda u to'g'riliq gap bo'lsa, Abduvoyidxon nochi qimar o'ynamaydi, nesh chekmaydi, xalqning xotiniga soqol tashlamaydi. Uningdan boshqa har kishi qildigan ishning hammasini qiladi deyishadi. Tarkib ayirish, sinfiy kurash harakatlarda har bir kanatdan birdan yurt zo'migiri tartib chiqarildi. Ammo hech kim Abduvoyidxon nochining ismini tilga olmadi. Biror eg'izmi yomon gapini qilmadi. Shikoyat qilib sayrimadi.